Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan present simple, ya'ni hozirgi zamonni o'tamiz. I do, he does. Buni farqi nima? Yoki shunda sizlar xato qilyapsizlarmi hali ham? Kelinglar, shuni bir boshdan ko'rib chiqamiz. Hozirgi zamon present simple qachon ishlatiladi? Odatda bo'ladigan harakatlarga. Misol uchun, har kuni siz maktabga borasiz. Har kuni siz ingliz tilini o'rganasiz yoki 3 kunda bir yoki bir haftada bir marta o'rgansangiz ham doimiy bo'ladigan ish bo'lsa, buning uchun present simple. Va faktlarga, misol uchun o'zgarmaydigan faktlar. Ertalab quyosh chiqadi. Kechqurun oy chiqadi. Yo bo'lmasa suv 100 gradusda qaynaydi. Bular faktlar asoslangan, ya'ni fan tomonidan tasdiqlangan faktlarga. Present simple qachon ishlatilishini bildik. Present simple ni o'zi qanday ishlatamiz? Present simple da oddiy strukturasi bor. Mana misol uchun birinchi o'rinda gapda ega keladi. Ega nima? Kim nima so'rog'iga javob bo'ladi va gapda asosiy ish harakatni bajaruvchi ega bo'ladi. Ingliz tilida ega faqat doim birinchi o'rinda kelishi kerak. I, he, she, it, they, we, you yo bo'lmasa Adham, Shohrux bo'lib turib ism bo'lishi mumkin. My friend yoki ruchka ham bo'lishi mumkin. A pen yoki notebook yoki book. Ega har narsa bo'lishi mumkin. Kim nima so'rog'iga javob bo'ladi. Undan keyin esa fe'lni ishlatamiz, ish harakatni. Ya'ni ega bajaradigan ish harakat. Men futbol o'ynayman. I play football. Bu yerda play o'ynamoq, ish harakat, fe'l. O'zbek tilida bu fe'l deyiladi. Shunda I play ni o'zi gap hosil qilyapti. Bu hozirgi zamonda. Men o'ynayman. Nima o'ynayman? Futbol. I play football. Yo bo'lmasa I work. Men ishlayman. I study. Buni hammasi hozirgi zamon present simple. Endi agar otimiz I emas, I'dan tashqari va birlikda bo'lsa, birlikda nima bo'lishi mumkin? He, she, it birlik. Yo bo'lmasa Adham, Shohrux. Bu birlik. Agar ega bir kishi bo'lsa yoki birlikdagi olmosh bo'lsa, unda fe'l ko'plikda kelishi kerak. Misol uchun he works. She works hard. He speaks English. Yo, agar mana he speaks, she works deymiz. Lekin agar I bilan ishlatiladigan bo'lsa, I work. I do. Do bajarmoq. Agar u birlik bo'lsa ot, she does. U bajaradi. She knows. She goes. She comes. Agar biz bu gapimizdan so'roq yasamoqchi bo'lsak, misol uchun she works hard. Endi u qattiq ishlaydimi deydigan bo'lsak, do, does dan foydalanamiz. Egadan oldinga do yoki does o'tsa, so'roq hosil bo'ladi. Endi qaysi do yoki does ishlatiladi? Qaysi biri ishlatiladi? To'g'ri. Agar ega birlikda bo'lsa does. Agar ega ko'plikda bo'lsa do. I olmosh ham ko'plik hisoblanadi ingliz tilida va I ga ham do ishlatiladi. Endi u qattiq ishlaydimi bo'ladigan bo'lsa, do oldinga o'tadi va does she work hard. Va bu yerdagi works dagi s harfi do ga o'tib does bo'lganligi uchun work ni o'zi ishlatiladi, works bo'lmaydi. Bitta s yetadi. Does she know? Yes, she knows. Does she work hard? Yes, she works hard. Tushunarli? Endi negativ yasash. Bundan inkorini ham yasashimiz mumkin. Misol uchun u qattiq ishlamaydi deydigan bo'lsak, unda do, does egadan keyin keladi va fe'ldan oldin. Ega bilan fe'lni o'rtasida keladi va qoidamiz o'zgarmaydi. Birlik bo'lsa does, agar ko'plik bo'lsa do va undan keyin not ishlatiladi. Misol uchun she does not work hard. He does not know. He does not know. Yo bo'lmasa shu does yoki do not ni qisqartmasi bor. Mana bular. Don't, doesn't. She doesn't know. She doesn't work hard. She doesn't play football. Yo bo'lmasa she, he dan boshqa otimi. It ham ishlatsangiz mumkin. Misol uchun it rains a lot. Ko'p yomg'ir yog'di. I do bilan I am doing da nima farqi bor? To be fe'li to ga ing qo'shilishi. Bunda misol uchun I eat breakfast. Men
I eat breakfast every day. Men breakfastni yeyman, ya'ni nonushta qilaman har kuni deyilyapti hozirgi zamon. Lekin I'm eating breakfast right now bo'ladigan bo'lsa, men hozirni o'zida nonushta qilyapman. Demak, to be ing qo'yiladigan bo'lsa, bu hozirgi davomli zamon bo'ladi va yapti qo'shimchasi bo'ladi. Agar sizga bu grammatika ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ying. Keyingi darsimiz hozirgi davomli zamon haqida bo'ladi. Endi test. Do yoki does he work? Qaysi biri to'g'ri? Do qo'yiladimi, doesmi? Birinchisi, ikkinchisi she play yoki plays football. Uchinchisi I watch yoki watch TV every day. Qaysi biri to'g'ri bo'ladi? 1 2 3 qilib javobinglarni kommentariyada yozib ketinglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.